Sean Roberts və onun Uyğurlarga qarşı uruş degan kitobi to'g'risida. Avtori Muhammad Uyğur. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalining 14-sonidan ilindi. Avtor haqida. Uyğurlarga qarşı urush degan kitobning avtori Sean Roberts Amerika George Washington Universiteti Eliot Xalqaro ishlar institutining Xalqaro ishlar amaliyoti dotsenti va Xalqaro taraqqiyot tadqiqot programmasining mudiri. Sean Roberts uzundan beri Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan bo'lib, u oldingi asrning 90-yillarda O'rta Osiyo va Xitoydagi Uyg'urlar orasida etnografiyalik tekshirish xizmati olib berib, har qaysi ilmiy jurnallar va kitoblarda ko'plagan maqolalarni e'lon qilgan. Bu jarayonda Sean Robertsning 1996-yili Qozog'istondagi Uyg'urlarni ziyorat qilib ishlagan Uyg'uristonni kutish, ya'ni Waiting for Uyguristan degan hujjatlik filmi bor. Sean Roberts 1998-yildan 2000-yilgacha va 2002-yildan 2006-yilgacha O'rta Osiyodagi Amerika Xalqaro taraqqiyot organida demokratiya va boshqarish programmasida ishlagan. U bu jarayonda fuqarolar jamiyati taraqqiyoti, siyosiy partiya yordami, mahallalar taraqqiyoti, mustaqil axborotni kuchaytirish va saylamga yordam qatorliq turlarni loyihalash va boshqarish ishlariga mas'ul bo'lgan. Sean Roberts 2003-yili Los-Anjelesdagi Janubiy Kaliforniya universitetining madaniyat insonshunoslik fanlari bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan va 2006-yildan 2008-yilgacha Georgetown universitetida O'rta Osiyo ishlari bo'yicha doktor ashtilik tadqiqoti bilan shug'ullangan. Uning hozirgi tadqiqot yo'linishi Xitoy ishg'olidagi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining taraqqiyoti, shundaqla sobiq Sovet ittifoqi O'rta Osiyodagi demokratiya taraqqiyotini asos qiladi. Uning o'tgangi 10 yillardagi asosli tadqiqot yo'linishidan biri Uyg'urlar va terrorizm masalasi bo'lib, u Xitoy hukumatining Uyg'urlarni terrorizm bahonasi bilan bostirib kelganligini izchil ta'kidlab kelyotdi. Uning Uyg'urlarga qarshi urush, ya'ni The War on the Uyghurs degan kitobi 2020-yili 9-oyda Amerikada Princeton universiteti nashriyoti tarafidan va Yevropada Angliyadagi Manchester universiteti nashriyoti tarafidan birga vaqtda nashr qilindi. Uyg'urlarga qarshi urush degan kitobning qisqacha mazmuni. Biz bu kitob haqida tafsiliy to'xtalishdan burun Princeton universiteti nashriyotining kitob haqidagi qisqacha tushuntirishiga nazar audiraylik. 2001-yili 11-sentabr kuni New York va Washingtonda qilingan terror hujumidan bir necha hafta o'tibla Xitoy hukumati o'zining musulmon oz sonli millat bo'lgan Uyg'urlar tarafidan og'ir terrorlik tahdidiga duch kelganligini dunyoga jakarladi. Bu portlash xarakterli kitobda avtori Sean Roberts Xitoyning Amerika rahbarligidagi yer shari xarakterli terrorlikqa qarshi urushni Uyg'urlarni kun sari rahimsizlarcha bostirishning xalqaro yo'piqi sifatida ishlatib kelayotganligi, aniqlanmagan dushmanni nishon qilgan bu urushning dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarning terrorlikqa qarshi turish nomida oz sonli millatlarni va davlat ichidagi o'qituvchilarni qattiq bostirishiga yo'l ochib berganligini yo'ritib berdi. Bugungi kunda Xitoyda yashaydigan 11 million Uyg'urning ichida 1 milliondan ortiq kishi atalmish tarbiyalash lagerida tutib turilyotdi. Bu kishilar dunyodagi eng cho'ng tutib turish va nazorat qilish programmasining ziyonkashligiga uchirg'ichilardir. Roberts Xitoy hukumatining hech qanday to'liq dalil isbot bo'lmagan ahvol ostida Uyg'urlarni dunyo terrorlik urushiga qanday qilib muvaffaqiyatli holda chetib akirganligini hamda ularni ba'zi tashkiloti bilan aloqasi bor xatarlik terrorlik tahdidi deb jakarlaganligi
bayon qilindi. Abdur Uyg'urlarning davlat ichidagi noroziligini xalqaro terrorlik deb qayta ramkaga ilishning Uyg'ur kimligini sistemlik holda yo'qotish uchun bahona va turtki bo'lganligi. Ataqdagi Uyg'ur qurolliqlarining tahdidi. Faqat Xitoyning terrorlikqa qarshi turish nomida Uyg'urlar ustida 10 yildan ortiq bostirish elib borgandan keyinla barliq kelganligini. Natijada bu Xitoy davlatining Uyg'urlarni taxmi qattiq bostirishini oqlash uchun xizmat qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Uyg'urlarga qarshi urush. Xitoyning sizning bilishingizni xohlamaydigan insoniyat fojiasining kishini ta'sirlantiradigan bir hikoyasi. Bu kitob Sean Robertsning Uyg'urlar bilan bo'lgan tafsiliy ziyoratini asos qilib yozilgan bo'lib, bizning ularning ovozini anglashimizga imkon berdi. Tuvanda kitobning asosiy mazmunini har bir boblar bo'yicha qisqacha xulosalab o'tamiz. Bu kitob muqaddima va xulosdan boshqa jami 6 bobdan tarkib topgan bo'lib, kitobga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorizmga qarshi turish bo'yicha sobiq alohida vakili, Rwanda va sobiq Yugoslaviya xalqaro jinoiy ishlar sudining sobiq sudchisi Ben Emerson degan kishi kirish so'z yozib bergan. Ben Emerson kirish so'zda Xitoy hukumatining hozir Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qarta elib berayotgan keng ko'lamli tutqun qilish harakatining haqiqiy maqsadi Uyg'urlarning milliy kimligini yo'q qilib, Uyg'urlarni bir millat sifatida dunyodan yo'qotib tashlash ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. U kirish so'zida yana o'zining BDT kishilik huquq ishlari va terrorizmga qarshi turish bo'yicha alohida vakil bo'lib ishlagan 6 yil jarayonida dunyodagi nurg'un davlatlarda bu haqda tekshirish elib borganligi. Ammo hech qanday bir davlatning Xitoyga o'xshash terrorizmga qarshi turishni bahona qilib, butun bir millatni, ularning milliy kimligi va diniy e'tiqodi sababidan butun suruk bostirgan yoki yig'ilish lageriga solib olganligini ko'rib boqmaganligini bayon qiladi. U yana Xitoy hukumatining lagerlardan sirt Uyg'urlar ustida bo'layotgan qiynash, majburiy tug'utdan cheklash operatsiyasi qildirish, ishki a'zolarni majburiy elib olish, qabristonliklarni chaqib tashlash qatorliq jinoyatlarni bir-birlab tizib, bu jinoyatlarning madaniyat qirg'inchiligining ro'shan ifodalari ekanligini hamda insoniylikqa qarshi jinoyat kategoriyasiga tamoman tushadiganligini, hatto irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilishga oid ifodalar bo'ldiganligini ko'rsatib o'tadi. Xalqaro jamiyatni bu haqda jiddiy harakat elishga chaqirdi. Ben Emerson kirish so'zda Sean Robertsning bu kitobini to'liq muayyanlashtirib, kitobning Xitoyning Uyg'urlar haqidagi yolg'on tashviqotlarini og'dirib tashlab, Uyg'urlar tortayotgan zulmning tarixiy orq ko'rinishi va hozirgi ahvolini ro'shan bayon qildiganligini. Bu kitobning xalqarodagi siyosat tuzguchilar uchun intayin muhim bir material ekanligini ta'kidlaydi. Aytib o'tishga tegishli bir nuqta shuki, Ben Emerson vatanimizning nomini Sharq Turkiston deb ataydi. Bu hol xalqarodagi bunchalik nopozliq kishilar orasida oz uchraydi. Sean Roberts kitobining muqaddima qismini Xitoy hukumatining 2017 yildan boshlab Sharq Turkistonda elib berayotgan Uyg'urlarni zo'r ko'lamda tutqun qilish harakatini bayon qilish bilan boshlab, bu harakatning tuyuqsizlik yuz bergan bir ish bo'lmasdan, balki uning Xitoy mustamlikchilarining assimilyatsiya siyosatining yangi bir xil ifodalanishi ekanligi va 2001 yili 11 sentabr terrorlik hujumidan keyingi yer shari xarakterlik terrorlikqa qarshi urush harakati Xitoylarning Uyg'urlarni taxmi qattiq bostirishiga bir bahona yaratib berganligini yozdi. Shuningdan keyin u Uyg'urlarning qanday bir xalq ekanligi va ularning tarixi, madaniyati va hozirgi ahvoli ustida qisqacha ma'lumot berib o'tdi. Undan keyin Abdur terrorizmning aniqlamasi haqida tafsiliy muhokama yurgizib,
xalqarada bu haqda hozirgacha qadar birlikka kelgan aniqlama yo'qligini eskartdi va bu kitobda qo'llanish uchun boshqalarning bayonlari asosida bu haqda bir aniqlama o'tirg'i qo'ydi. Abdurning terrorizmga bergan aniqlamasi bo'yicha davlatsiz guruhlar tarafidan elib berilgan siyosiy maqsad bilan qasdan gunohsiz fuqarolarni nishon qilgan zo'ravonliklar terrorizm bo'ldi. Ammo bu xil guruhlarning siyosiy maqsad bilan armiya, soqchi va hukumat o'rinlariga hujum qilishi terrorizm bo'lib hisoblanmaydi. Abdur bu xil aniqlama bo'yicha ta'bir berganda, Sharqi Turkistonda 1990-yillardan buyon bo'lib o'tgan Xitoy tarafidan terrorizmlik qilmishlari deb atalgan harakatlarning intayin oz bir qismining terrorizmga kirdiganligini bayon qildi. Abdur yana yer shari xarakterlik terrorlikqa qarshi turish harakatining bir salbiy natijasi bo'lsa, dunyodagi Xitoyni o'z ichiga olgan mustabid davlatlarning o'z qo'l ostidagi ezilgan xalqlarga terrorchi qalbqi kuydirish orqali ularning insoniylik xarakterini barbod qilishi bo'lganligi. Bo'libmi, Xitoyning bu harakatdan foydalanib, Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilish va Uyg'ur madaniyati va kimligiga qarshi urush etishga o'tganligini ta'kidlaydi. Birinchi bobning mavzusi Uyg'urlarning mustamlika tarixi. 1759-yildan 2001-yilgacha bo'lib, bu bobda Abdur Uyg'urlarning Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabatlarining 1759-yili Sharqi Turkiston Qing imperiyasi tarafidan istilo qilingandan boshlab, toki 2001-yilgacha bo'lgan tarixini Qing imperiyasining istilosi va hukmronligi, Cumhuriyetçi Xitoylar davri va Uyg'ur millatchiligining barliq kelishi 1949-yildan 1980-yillargacha Xitoy kommunistlari hokimiyati va amalga oshmagan milliy avtonomiya hamda 1980-yildan boshlab 2001-yilgacha bo'lgan islohot mazgildagi Uyg'urlar qo'yib taraqqiyot va ko'chmanlar mustamlikasining kuchayishidan iborat 4 bo'lakka bo'lib aslab chiqadi va bu munosabatning mohiyatining mustamlik qilish va mustamlik qilinishdan iborat tubki xarakterini ta'kidlaydi. Abdur xalqarodagi Xitoy tadqiqoti sohasida Uyg'urlar bilan Xitoylarning munosabatini mustamlikchilik munosabati deb qarash mushu yaqingacha bir xil talash tortishdagi ko'z qarash bo'lsa-mu, ammo bu barg'ancha ko'p qism tadqiqotchilar bo'libmi, yosh tadqiqotchilar tarafidan qabul qilinib, ochiq o'tirib qo'yilayotganligini, o'zining bo'lsa, burundan bu xil qarashni ta'kidlab kelayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Abdur bu bobda yana Sharqi Turkistonning mustamlik xarakterining Qing sulolasi mezgildagi chegara rayon mustamlikasidan Xitoy kompartiyasi besib olgandan keyin bo'libmi 1980-yillardan boshlab zo'r ko'lamli Xitoy ko'chmanlarining yerlashishi natijasida ko'chmanlar mustamlikasi holatiga kelganligini bayon qiladi. Abdurning qarashicha 1945-yildan 1949-yilgacha mavjud bo'lib turgan atalmish Xinjiang o'lkalik birlashma hukumat Xitoy hozirgi zamon tarixida toki hozirga qadar Uyg'urlarga qaratgan siyosatning eng kengchilik bo'lgan bir mezgili bo'lib hisoblandi. Abdur yana Xitoy hukumatining 1980-yillarda Uyg'urlarga eng oxirgi qatim bir mezgil kengchilik siyosati qo'llanganligi va buning natijasida atalmish madaniyat inqilobi davrida vayron qilingan Uyg'ur madaniyatida qaytadan jonlanish bo'lib, diniy faoliyatlar rivojlanganligi. Bu mezgilda yashagan nurg'un Uyg'urlarning bu davrni yaqinqi tariximizdagi oltin davr deb aslaydiganligini bayon qiladi. Ammo 1990-yillardan boshlab bu xil vaqtliq kengchilikning o'rnini Xitoy hukumatining Sovet ittifoqining parchalanishi natijasida Sharqi Turkistonning kelgusidan ansirishi natijasidagi qattiq qo'l siyosati egalladi. Abdur Xitoyning 7-nomerlik maxfiy hujjatini naql keltirish orqali 1990-yildagi
Барын қозғылыңы бастырылғандың кейінки Xitayning Uyg'urlarning diniy e'tiqodini va Uyg'ur o'qituvchilarini bostirish siyosatining sistemlik va uzun mezgillik bir siyosat ekanligini ta'kidlaydi. Abdur bu mezgilda Xitoy hukumati garchi nomda iqtisodni rivojlantirishga kuchigandek qilsa-mu, amaliyotda bu g'arbni etish siyosatining yangidan ichkirdan eqib kirgan Xitoy ko'chmanlariga foydali sharoit yaratib berib, ko'p qism Uyg'urlarga nisbatan hech bir foydasi bo'lmaganligi. Uning aksicha Sharqi Turkistonda Uyg'urlarning oz sonli holatga tushib qolganligi va buning natijasida Sharqi Turkistonning rasmiy tusda Xitoyning ko'chmanlar mustamlikasi ziminiga aylanganligini bayon qildi. Ikkinchi bobda bu bob mavzusi Uyg'urlar qanday qilib terror tahdidi bo'lib qoldi. Kitobning muhokama nuqtasi yer shari xarakterlik terrorlikqa qarshi turishdan iborat bu dunyoviy hodisning maydonga kelish jarayoni va bu urushning Uyg'urlarga, shundoqla Uyg'urlarning Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabatiga bo'lgan ta'siriga ag'dirildi. Abdur Uyg'urlarda terrorlik tahdidining mavjud ekanligidan iborat Xitoy hukumati o'ydirib chiqargan bu tashabbusning 2002-yili xalqarada qabul qilinishining tarixiy orqa ko'rinishi va har xil sabablarni tahlil qiladi. Bo'libmi Amerikaning Sharqi Turkiston islom harakatidan iborat burun hech kim anglab boqmagan bir tashkilotni terrorchi tashkilotlar qatoriga kirgizganligining sababi yer shari xarakterlik terrorlikqa qarshi urush uchun Xitoyning qo'llashini qo'lga keltirish ekanligi. Bo'libmi buning muhim sabablaridan biri Iroq urushi uchun BDT xavfsizlik kengashida Xitoy hukumatining qo'llashini qo'lga keltirish mumkinligi bayon qilindi. Abdur bu bobda yana 11-sentabr terror hujumidan keyin paydo bo'lgan xalqarodagi bir qism atalmış terrorizm mutaxassislarining Xitoy hukumati e'lon qilgan materiallari bo'yicha atalmış Sharqi Turkiston islom harakatidan iborat ismi bor ammo jismi yo'q tashkilotni asos qilgan holda Sharqi Turkistonda Uyg'urlar terror tahdidi mavjud ekanligidan iborat bu xil qarashni bozorga silib kelganligi. Bu xil yuzaki analizning Xitoy hukumatining Uyg'urlarni davomli bostirish uchun obdan dastak bo'lib berganligini tanqidiy nuqtadan bayon qiladi. 3-bobda, ya'ni bu bobning mavzusi Uyg'urlarga munosabatlik atalmış terror tahdidi haqidagi rivoyatlar va reallik. Abdur o'zining Uyg'urlar va Uyg'ur qurolliq guruhlari haqida ilib borgan ilmiy tekshirish va tadqiqotiga asosan Xitoy hukumati o'tirg'i qo'ygan atalmış Uyg'ur jihad guruhlaridan Xitoy jamiyatiga kelgan terrorlik tahdidining amaliyotda 2010-yilgacha asosan mavjud bo'lmaganligini va shuningdan keyinmi eng tuvan holatda turganligini paketlik holda o'tirg'i qo'ydi. Bu bobda Abdur Hasan Mahsum va uning rahbarligidagi atalmış Sharqi Turkiston islom harakatining tarixiy orqa ko'rinishi va haqiqiy mohiyati, Turkiston Islom partiyasining tarixi va uning qanday bir tashkilot ekanligini faktlar bilan bayon qilgandan keyin bu ikki tashkilotning amaliyotda terrorchi tashkilot emasligini o'ttirg'i qo'ydi. Kitobning 4-bobidan 6-bobigacha bo'lgan oxirgi 3 bobda 2001-yildan keyingi Sharqi Turkistonning ichida yuz bergan o'zgarishlar bayon qilinib, Xitoy hukumatining ko'chmanlar mustamlikchiligi siyosatini kuchab elib berish bilan bir vaqtda yana Uyg'urlarning ichida terrorlik tahdidi mavjudligi tashviq qilishi natijasida Xitoy davlati bilan Uyg'urlar o'rtasidagi ziddiyatning kunsiri keskinlashishiga qarab yuzlanganligi o'tirg'i qo'yildi. Buning natijasida Uyg'urlar bara-bara millat sifatida xatarlik bir guruh va eng oxirida Xitoy jamiyatining mavjudiyati uchun bir tahdid sifatida nishonga ilinganligi. Bu xil ko'z qarash
Oxirda biz bugun ko'rayotgan Xitoyning davlat rahbarligidagi madaniyat qirg'inchiligi strategiyasini vujudga keltirganligi bayon qilindi. 4-bobda, ya'ni bu bobning mavzusi mustamlikchilik bilan terrorizmga qarshi turishning uchrashi. 2002-yildan 2012-yilgacha Uyg'urlarda terrorlik tahdidining mavjud ekanligi garchi 2002-yili xalqaro qabul qilingan bo'lsa-mu, yer shari xarakterlik terrorlikqa qarshi turish o'tirg'i qo'yilgan dastlabki 10 yilda Sharqi Turkistonda Uyg'urlar rahbarligidagi oldin planlangan siyosiy zo'ravonlik harakatlarining intayin oz yuz berganligi, hatto yo'q deyarlik holda bo'lganligi bayon qilindi. Abdur Xitoy hukumatining 1990-yillardagi Uyg'urlarga qaratgan atalmish bo'lginchilikka qarshi siyosatini 2002-yildan boshlab bir o'ribla terrorlikqa qarshi turish nomida elib berishga o'zgartib, Uyg'urlarning siyosiy sadosi va diniy e'tiqodini texmi qattiq qo'lliq bostirganligini, shuning bilan bir vaqtda g'arbni etish nomida ko'plab Xitoy yo'tkab kelganligini, zamonaviylashtirish va terrorizmga qarshi turish nomida asnasiya siyosatini texmi kuchaytganligini, buning bir ifodasining atalmish qo'sh til ma'rifi ekanligini bayon qiladi. Abdur shuni ta'kidlaydiki, garchi bu mezgilda bostirish davomli ig'irlashgan bo'lsa-mu, toki 2009-yilgacha qarshilik harakatlari intayin oz yuz bergan bo'lib, 2009-yili iyoldagi Urumchi namoyishi Uyg'urlarning Xitoy hokimiyatining uzun muddatlik zulmiga qarshi o'tirg'i chiqqan bir portlash va bir burilish nuqtasi bo'lganligini. Bu voqeadan keyin Xitoy hukumati bir tarafdan Sharqi Turkistonni iqtisodiy jihatdan ekspluatatsiya qilishni kuchab davomlashtirsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarni tez suratda assimilyatsiya qilishni nishon qilgan ikkinchi avlod millatlar siyosatini Sharqi Turkistonda kuchab elib borganligini o'tirg'i qo'ydi. 5-bobda, ya'ni bu bobning mavzusi o'zi tilab tepish va terrorizmga qarshi xalq urushi. 2013-yildan 2016-yilgacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga olgan bo'lib, Abdur bu bobda Xitoy hukumatining Amerikadagi 11-sentabr terrorlik hujumidan keyin atalmish Uyg'ur terror tahdidini suiiste'mol qilib, Uyg'urlarga qarshi elib borgan qattiq bostirishi Xitoyning orzusining aksicha Xitoy ichi va sirtida Uyg'urlarning qarshilik harakatining texmi kuchayishini keltirib chiqarganligini bayon qilib, Xitoyning bu xil tahdidni o'zi tilab topganligini ko'rsatib berdi. Abdur bu jarayonning Xitoy hukumatining 2009-yildagi Urumchi malmonchiligidan keyin Uyg'urlarni xatarlik bir xalq sifatida tekshirish va bostirishni kuchaytgandan boshlagan bo'lib, 2013-yildan 2014-yilgacha Beijing, Kunming va Urumchilarda Uyg'urlar tarafidan elib berildi deb qaralgan qaramaqa haqiqiy terrorlik hujumiga kirgan ba'zi zo'ravonlik harakatlarda o'z ifodasini topganligini bayon qiladi. Abdur yana bu mezgilda Uyg'urlarning o'z yurtini tashlab, bo'libmi Sharqi Janubiy Osiyo qochoq yo'li bilan chet elga ko'chish to'lqini ko'tarilganligining tarixiy orqa ko'rinishi, jarayoni va bu ko'chishning Suriyadagi Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabati ustida faktlar bilan tahlil yurgizdi. 6-bobda bu bobning mavzusi madaniyat qirg'inchiligi. 2016-yili. 2013dan 2016-yilgacha bo'lgan aralıqda Sharqi Turkiston ichi va sirtida yuz bergan voqealarning Xitoy hukumati tomonidan 2017-yildan boshlangan madaniyat qirg'inchiligiga qandoq bo'lib asos silib berganligi faktlar bilan tushuntirib berildi. Bu bobda Abdur avval irqiy qirg'inchilikning aniqlamasi va uning madaniyat qirg'inchiligi bilan bo'lgan munosabati ustida muloyiz yurgizib, madaniyat qirg'inchiligining barliq irqiy qirg'inchiliklarning asos ekanligini ta'kidlab, Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustida elib berayotgan bostirishning madaniyat qirg'inchiligi ekanligini izohlaydi.
Kitapda bu madaniyat qirg'inchiligining intayin jiddiy tusda elib berilganligi va chetilish doirasining kengligi tafsiliy bayon qilingan bo'lib, Xitoyning bu siyosatning sistemlik va zo'ravon xarakteri, uning Uyg'urlar kimligini yo'qotishini o'zining eng oxirgi nishon qilganligini ko'rsatib berildi. Bo'libmi, bu babda bu madaniyat qirg'inchilik harakatining zo'r ko'lamlik lager sistemasi va hamma yerga taralgan ko'z tush to'ri qatorliqlarni o'z ichiga olgan murakkab siyosatlar orqali amalga oshirilayotganligi. Shundoqla bu harakatning Sharqi Turkistonning jug'rafiyalik qurilmasini o'zgartirish bilan qolmay, yana Uyg'ur xalqining turmushi, urf-odati va madaniyatini o'zgartirishga urinayotganligi markazlik bayon qilindi. Xulosa babida hozir Sharqi Turkistonda yuz berayotgan madaniyat qirg'inchiligining kelgusida qanday oqibatlar elib keladiganligi muzokara qilindi va bu orqali 3 xalqlik savolga javob topish maqsad qilindi. Bu savollar bo'lsa, hozirgi krizis qanday oxirlashadi? Bu krizisning yer shar xarakterlik terrorlikqa qarshi urushning kelgusi taraqqiyotiga qanday ta'sirlari bor? Sharqi Turkistondagi madaniyat qirg'inchiligining hozirgi jarayonlarini to'sish uchun qanday qilish kerak deganlardan iborat. Uningdan keyin Abdur Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustida elib berayotgan madaniyat qirg'inchiligining dunyoning 21-asrda qaysi yo'nalishga qarab mengayotganligi haqida bizga bir aynaklik rol o'ynaydiganligi haqidagi mulohazasi bilan kitobini oxirlashtirdi. Kitobning ahamiyatli muhim nuqtalari. Bu kitobni o'qish jarayonida biz muhim deb his qilgan va xalqarodagi hozirgi zamon Uyg'ur tadqiqot sohasida hozirgacha yozilmagan deb qaragan nuqtalarni tovandikicha tizib chiqdik. Abdur kitobida Xitoyning Sharqi Turkistonga bo'lgan hukmronligining mohiyatda mustamlikchilik ekanligini ta'kidlaydi. Bu xil qarash zamonimizdagi Uyg'urlarni va Xitoyning tadqiqot qilgan xalqaro mutaxassislar va akademiklar orasida oz uchraydi. Ammo barg'ancha kuchlanyotidi. James Millward 2020-yil. Abdur xalqarodagi bir qism atalmish terrorizm mutaxassislarining Sharqi Turkistonda terror tahdidi bo'lgan va hozirmi bor degan qarashini faktlar bilan og'dirib tashlaydi. Abdur atalmish Sharqi Turkiston islom harakatining Xitoy tarafidan xalqarodagi Sharqi Turkiston nomini ishlatadigan barliq Uyg'ur tashkilotlarini qoralash uchun o'ydirib chiqarilgan bir nom ekanligini, bundaq bir nomdagi hech qanday bir tashkilotning amaliyotda mavjud bo'lmaganligini ta'kidlaydi. Kitobda Afg'oniston, Pokiston va keyingi Suriyadagi atalmish Uyg'ur qurolli kuchlarining paydo bo'lish tarixi va haqiqiy mohiyati faktlar bilan bayon qilinib, Xitoy hukumatining bu kuchlar haqidagi bayonlari og'dirib tashlandi. Kitobda Xitoy kommunistlarini o'z ichiga olgan Xitoylarning tarixdan buyangi har qaysi hokimiyatlarning Uyg'urlar ustida elib borgan va berayotgan zulmlari, bo'libmi Xitoy kommunist hukumatining 11-sentabr terrorlik hujumidan keyingi Uyg'urlarni bostirishdagi fursatparast va oxirida madaniyat qirg'inchiligi yo'lini tutishi qatorliqlarning to'p yildizi mustamlikchilik ekanligi ta'kidlandi. Kitobdagi yana bir muhim nuqta shuki, Abdur Uyg'urlarning 2013-yildan keyingi shiddat bilan kuchaygan qarshiliklarni Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustida uzun yillardan beri, bo'libmi 11-sentabr voqeasidan keyingi terrorchi qalbaqi soyasida elib borgan bostirishlarga bo'lgan inkas, ya'ni Xitoy hukumati bu xil natijani o'zi tilab topgan degan qarashni ilgari surdi. Kitobning oxirida Abdur agar biror tadbir ilinmaganda hozirgi qirg'inchilikning vatandagi Uyg'urlarni millat sifatida yo'q bo'lishga ilib berish mumkinligini, ammo muhojiratdagi Uyg'urlarning o'z millatini saqlab qolishda eng muhim rol o'ynaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu oxirgi nuqta
bo'libmi muajiratga har bir Uyg'urning obdan o'ylanishini taqozo qiladi. Xulos qilib aytganda, Sean Robertsning Uyg'urlarga qarshi urush degan bu kitobi Uyg'urlarning beshiga tarixdan buyanqi eng dahshatli fojia tushgan bir davrda intayin dal vaqtida nashr qilingan nihoyat muhim bir asardir. Bu kitob xalqaro jamiyatning 2-Dunyo urushida Yahudilarning millat sifatida tutqun qilinib, qirg'in qilinishidan keyingi ikkinchi qatimli qirg'inchilik bo'lgan Uyg'urlar ustiga tushgan bu dahshat va balo qazoning tarixiy sababini tubdan oydinlashtirishida va bu orqali Uyg'ur masalasini tubdan hal qilish uchun haqiqiy bir yo'l topishda intayin muhim asar hisoblandi. Bu kitob yana biz Uyg'urlarning ko'ngil qo'yib o'qib chiqishimizga va fikr yurgizishimizga arziydigan bo'lib, atalmish terror tahdidi haqidagi o'z ichimizda bor bo'lgan mujmal va oydinlashtirolmagan nuqtalar haqida obyektiv tushunchaga ega bo'lishimizda muhim rol o'ynaydi. Shu vajidan bu kitobni Uyg'urchaga jiddiy tarjim qilish intayin muhim ahamiyatga ega.